kun sayin badaningiz asta-sekin quvvatini yo'qotmoqda. Siz buni darrov sezmasligingiz mumkin, ammo bu yashirin dushman ichingizda tinmay ishlamoqda. Faqat jismoniy kuchingizni emas, balki erkinligingizni ham olib qo'yadi. Bu xastalik jimjitlikda yashaydi. Va 60 yoshga yetganingizda u to'liq hukmronlik qilgan bo'ladi. Uning nomi sarkopeniya. Bu shunchaki mushaklar bilan bog'liq emas. Bu yurishingiz, o'tirishingiz, hatto ozoziga xizmat qilishingiz haqida. Qaltis tuyuldi, shundaymi? Lekin shu bilan birga sizda ajoyib imkoniyat mavjud. Ha, bu videoda men sizga bu shafqatsiz raqibga qarshi eng samarali, tabiiy va fan asosidagi usullarni ochib beraman. Hozir diqqatni jamlang. Bu sizning umringizni o'zgartirishi mumkin bo'lgan lahzalar boshlanishi. Siz hali ham qudratli bo'lishingiz mumkin. Siz hali ham to'xtovsiz yurishingiz, erkin hayot kechirishingiz mumkin. Va bu videoda men sizga qanday qilib, juda sodda va budjetga mos keladigan usullar bilan bunga erishishni ko'rsataman. Avval kanalga a'zo bo'lishni esdan chiqarmang. Biz shunga o'xshash sog'liq masalalarni doimiy ravishda muhokama qilamiz. Endi ishga tushamiz. Sarkopeniya degani nima? Sarkopeniya bu yosh oshishi bilan tana mushaklarining miqdori va quvvati kamayishi. Lekin bu oddiy qarish jarayoni emas. Bu hodisa ko'pincha erta, hatto 50 yoshga yetmasdan boshlanadi. Bu sog'liqni butunlay buzishi mumkin. Tushib ketish ehtimoli ortadi, harakat qiyinlashadi va erkinlik yo'qoladi. Balki siz yoki yaqinlaringiz allaqachon bu vaziyatni boshdan o'tkazayotgandirsiz, ammo bu tahdid haqida hali to'liq xabaringiz yo'qdir. Bugungi videoda biz sarkopeniyaning haqiqiy mohiyatini yoritamiz. U qayerdan kelib chiqadi, qanday alomatlar bilan o'zini ko'rsatadi va eng asosiysi, uni qanday oldini olish mumkin. Agar siz hayot darajasini saqlamoqchi bo'lsangiz, har bir soniyani e'tibor bilan eshiting. Chunki bugun siz mushaklaringizni, harakatingizni va erkin umringizni himoya qilish yo'lini o'rganasiz. Bu oddiy kuchsizlik emas. Bu mushaklaringizni jimjitlikda yo'q qiluvchi yashirin hodisa. Qanday his etiladi? Boshlang'ich alomatlar ko'pincha odam tomonidan jiddiy deb qabul qilinmaydi. Aksariyat buni shunchaki qarilik, charchash yoki kam harakatlik deb hisoblaydi. Lekin shifokor sifatida aytaman, bu xato. Sarkopeniya garchi sekin va jim kelsa-da, aslida inson tanasining asosini asta-sekin yemiruvchi yashirin tahdiddir. Tasavvur qiling, bir kuni zinapoyadan pastga tushayotib, ilgari osongina bosib o'tgan qadamlar endi sizga og'irlik qilayotgandek tuyuladi. Yoki biron og'irroq buyumni ko'tarmoqchi bo'lsangiz, avvalgidek oson emasligini payqaysiz. Bu oddiy vaziyat emas, bu sarkopeniyaning dastlabki signallari. Oyoq va qo'l mushaklarida zaiflik, yurishda noaniqlik, o'tirgandan keyin turishga qiynalish, ayniqsa balandlikdan pastga tushishda barqarorlikni yo'qotish, bularning hammasi tana ichidagi chuqur o'zgarishlarning ko'rinishidir. Yana xavfli tomoni, bu holat kutilmagan tushib ketish, suyak singanlik yoki hatto erkin harakat qilish qobiliyatining yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Ko'plab bemorlar shikoyat qiladi. Men to'satdan holsizlanib qoldim, hech narsaga qudratim yetmaydi. Bu yerda to'satdan degani aslida yillar davomida yigilgan e'tiborsizlik natijasidir. Shuning uchun, hurmatli tomoshabin, agar sizda harakatda noqulaylik, zaiflik yoki oddiy vazifalarni bajarishda qiyinchilik paydo bo'la boshlagan bo'lsa, bu tanangiz sizga xabar yubormoqda. Uni e'tiborsiz qoldirmang. Har bir alomat ogohlantiruvchi belgidir. Bu belgilarni vaqtida ko'rish, tushunish va choralar ko'rish bizning eng kuchli qurolimizdir. Alomatlar ko'pchilik tomonidan sezilmaydi. Lekin siz quyidagilarga e'tibor bering. Sarkopeniya nima uchun xavfli? Sarkopeniya shunchaki mushak miqdorining kamayishi emas. Bu, tananing asta-sekin quvvatini, mustahkamligini va erkin harakat qilish qobiliyatini yo'qotishi demakdir. Bu vaziyat, ayniqsa 60 yoshdan oshganlarda tez-tez uchraydi va ko'pincha e'tiborga olinmaydi. Lekin sarkopeniyaning haqiqiy xavfi uning yashirin va sekin rivojlanishida. Odam bu jarayonni his etmaydi, lekin u allaqachon harakatlar sekinlashgani, zinapoyalarda to'xtab turish, og'irroq narsalarni ko'tarishda qiynalish orqali o'zini ko'rsatadi. Bu holat nafaqat kundalik hayot sifatiga salbiy ta'sir etadi, balki tushib ketish xavfini ham bir necha marta oshiradi. Statistikaga ko'ra, sarkopeniyadan azob chekayotgan keksa odamlarda tushib ketish natijasida suyak singanlik, yotib qolish va hatto hayotga xavf soluvchi muammolar ko'proq sodir bo'ladi.
Eng xavflisi, bu insonni boshqalarga bog'liq qiladi. Erkin harakatdan mahrum bo'lgan keksa shaxsning ruhiy ahvoli ham yomonlashadi. U o'zini holsiz, ortiqcha va foydasiz deb his qila boshlaydi. Yana bir muhim tomon, sarkopeniya yurak-qon tomir tizimiga, qon aylanishiga va moddalar almashinuviga ham ta'sir qiladi. Chunki mushaklar faqat yurish yoki og'irlik ko'tarishda emas, balki tana ichidagi ko'plab muhim jarayonlarda ishtirok etadi. Mushaklar kamaygani sayin tana energiya sarflamaydi, yog'lar to'planadi, qand kasalligi, yurak muammolari va hatto aql zaiflashishi xavfi ortadi. Sarkopeniyani sekin yuruvchi tahdid deb atash mumkin. Uning oldini olish uchun faollik, to'g'ri ovqatlanish va sog'lom odatlarni erta yoshdan shakllantirish kerak. Chunki agar biz sarkopeniyani jiddiy qabul qilmasak, u bizdan erkinligimizni, hayot darajasini va orzu qilgan qarilikni tortib oladi. Motivatsion xulosa yodda saqlang, har bir kun tanlov bilan boshlanadi. Siz bugun sog'ligingizni e'tiborsiz qoldirib, kunni shunchaki o'tkazib yuborishingiz ham mumkin. Yoki faollik ko'rsatib, ertangi kunni yanada qudratli, sog'lom va quvonchli qilishingiz ham mumkin. Sarkopeniya sizni sekinasta o'z panjasida ushlaydi. Faqat siz qarshilik qilmasangizgina. Agar bugun, hozirgina harakatga kirishsangiz, bir necha chozish mashqlari, muvozanatli ertalabki ovqat, yetarlicha suv ichish, bu qarishning eng xavfli yo'lini to'sib qo'yasiz. Yodingizda bo'lsin, mustahkam oyoqlar, quvvatli yurak, barqaror holat va hayot darajasining kafolatidir. Har bir qadamingiz ertangi kuningizga sarmoyadir. Shunday ekan, siz hozir nimani tanlaysiz? Jimjitlikni yo faollikni? Unutmang, sizda quvvat mavjud. Uni ishga soling.